Yetib keldik singlim. Agar noto'g'ri tushunmasangiz, nomeringizni berib keting. Nimaga? Boshi ochiq ayolsiz. Har xil mashinalarga minishingiz noto'g'ri. Har xil xayolga borishadi. Ham zeriktirib qo'ymayman. Hamma ajrashgan ayollar siz o'ylagandek yengil tabiat bo'lavermaydi. Sog' bo'ling. Endi ko'chaga chiqib yurmang, o'zim o'zizga yetkazib qo'yaman hamma narsani. Sirtqay odam ketay. Sani ham singlingga begona erkaklar shunaqa qilsa yoqadimi? Maraz ekansan. Rahmat. Faqat maoshimni oldindan bering. Pulga juda ham muhtoj edim. Yaxshi. Maoshingizni oldindan beraman. Faqat bizdan o'gina, sizdan bugina. Mana tushundingiz. Bu nima qilganing? Hammang bir go'r ekansan. Assalomu alaykum opajon, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Opajon, juda charchadim. Yoningizga borsam maylimi? Nima qilasan kelib? Pochchang yo'qligida kelasan. Nahotki ajrashgan ayolni o'rni shu darajada bo'lsa, bunday xor bo'lishimni bilsam, erim o'ldirsa ham ajrashmas edim.